안녕하세요. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Eclipse Entertainment'ning ilk guruhi Solara bilan yaqindan tanishasiz va bu guruh haqida ma'lumotlarni men, Solaraning a'zosi Laura va guruhimiz Unisi Melora aytib o'tadi. Solara bu Eclipse Entertainment'ning ilk qizlar guruhi bo'lib, 2025-yilning 29-dekabrda Last Christmas qo'shig'i bilan debyut qildi. Fandom nomi Elisa, guruhda esa 5 ta a'zo bor. Ular Nessa, Runa, Sumin, Laura, Melora guruhda hamma pozitsiyalar bor. Vokalist, rapper, dancer va visual. Guruh har tomonlama qobiliyatli va sizning ko'ngillaringizdan albatta joy oladi. Endi esa memberlarni tanishtiramiz. Birinchi member Laura. Asl ismi Maknuna. 2012-yil 7-iyulda tug'ilgan. Millati o'zbek. Guruhdagi o'rni main dancer. Yaxshi ko'rgan rangi oq va qora. Sevimli guruhi Blackpink, BTS, TXT, Idol. Yaxshi ko'rgan kinosi esa Samaya Lutshaya. Hayvoni jo'ja. Endi navbat Meloraga. Guruhimizning umuman olganda hozircha butun entertainmentning eng katta memberi. Bu Melora. Asl ismi Malika. To'liq Malika 2001-yil 2-noyabrda tug'ilgan. Guruhdagi o'rni Ice, ya'ni main vokalist, lead rapper, lead dancer. Hayvoni meduza. Yaxshi ko'rgan rangi qora. Yaxshi ko'rgan daramalari ko'p. Tarbadar ruh, quyosh oblatlari, tezlik va sevgi eng yaxshi ko'rgan K-pop guruhlari. Blackpink, Baby Monster, Stray Kids, BTS, Hypen, Elite, Aespa aslida juda ko'p. Hozir sanab bera olmayman. Guruhimizning yana bir memberi Sumin. Asl ismi Naima. 2012-yil 22-avgustda tavallud topgan. Millati o'zbek. Guruhdagi o'rni main rapper. Hayvoni olmaxon. Yaxshi ko'rgan rangi qizil va qora. Eng yaxshi ko'rgan K-pop guruhi Seventeen va Stray Kids. Yaxshi ko'rgan doramasi esa Yorqin Tarvuz. Bizning yana bir memberimiz. Bu Runa. Asl ismi Pari. 2012-yil 23-aprelda tug'ilgan. Millati o'zbek. Guruhdagi o'rni visual va light rapper. Hayvoni ayiq. Sevimli rangi qizil va qora. Sevimli daramasi Sezonning oshpazi va uning eng yaxshi ko'rgan guruhi BTS va Blackpink. Guruhimizning yana bir ajoyib memberi Minesa. Asl ismi Dildora. 2012-yil 26-avgustda tug'ilgan va millati o'zbek. Guruhdagi o'rni lead vokal va lead rap. Hayvoni tulki. Sevimli rangi qora. Yaxshi ko'rgan daramasi Do'zaxdan kelgan sudya. Maktabdan keyingi majburiyatlar qonli o'yin. Sevimli K-pop guruhi esa BTS, Blackpink, Baby Monster. Xo'sh, biz a'zolar bilan tanishdik. Bilib oldingizki, guruhda hali lider yo'q, lekin keyinchalik guruhning bu pozitsiyasi ham tanlanadi. Shunchaki hozircha hamma a'zolar liderlik uchun sinov muddatida. Umid qilamizki, bizning guruhimiz sizga yoqadi va sevimli guruhingizga aylanadi. Agar siz allaqachon bizning muxlisimiz bo'lsangiz, biz bundan juda xursandmiz, Elisa. Agar bizni endi kuzatishni boshlagan bo'lsangiz, albatta davom eting, chunki biz albatta eng zo'ri bo'lamiz. Ko'rishguncha xayr.